Hurmatli obunachilar, liftlar 100% ishlab turibdi. 4-etajimizda yetib keldik. 7 etajda domimizni 4-etajında ishlari demir ishdan. Joyimizni esa ichkari qismini ko'rsatib, tanishtirib chiqamiz. Keling esa, birimiz uzun, koridor, rakovnasi, sanuzel, kuxnisi, yan taraf zal и spalnyamiz. Joyimiz bir xonadan iborat. Joyimiz mestasini to'xtaladigan bo'lsak, Urganch shahar eksterniy bazasining yonida joylashgan 7 etajli domimizni 4-etajında. Liftlar 100% ishlab turibdi. Joyimizda asosiy gaz, suv, svet hamma uslubiyasi bor. Joyimiz zudlik bilan sotib olishdi. Joyimiz narxini aytaman 355 million so'm joyimiz. Dalshi bilan taraflarimizni ko'rsatib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Mening oyoq temizda qalin gilamlar döşalib turibdi. Rakovnasi qo'yilgan, suv svet bilan umuman problemasi yo'q. Bu yerda registrlarga ega. Yaxshi sifatli ovoylardan ishlatilgan ochiq svet yuzni xora tutmaydi, hurmatli obunachilar. Yan tarafimiz sanuzelimiz bo'ladi. Da patologiyachali kafel chiqqan. Ajoyibundan beda ajoyibundan aristollarga ega. Mumtozi hamma usuliyasi bor. Joyimiz ichan tarafda rakovnalar ham bor ekan. Yerimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimiz ham mening ko'rishingiz mumkin. Kuxnimiz bilan toza, gaz plitasi ham bor. Hurmatli obunachilar, bu yerimizda gazi bor, suvi bor, hamma narsasi bor. Joyimizda balkondan ham ega, perdelarni ko'ring, ajoyib perdelar asib turibdi. Balkondan ega, hurmatli obunachilar. Joyimiz eksterniy bazasining yonida, Shavot kanali yaqin joyda 4-etajda. Joyimiz kvadrat metri 40 kvadrat metr. Joyimiz kvadratini hisoblayman deydigan bo'lsangizlar, qaribga bahodan tushib turibdi, hurmatli obunachilar. Joyimiz kimga qiziq bo'lsa, ish pastdagi nomerlar telefonga to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Joyimiz zudlik bilan sotiladi. Sog' olun, salomat olun, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kimda-kim ko'chmas mulki bo'ladigan bo'lsa, bizlar aytinglar, qo'ldan kelgancha tezroq sotib beramiz. Sog' olun, salomat olun.